Nima deyapti mana bu joylar? Faqat shved simental chiqarasida Qoraola ishqibozlari juda ko'payib ketibdi. Qo'qonlik, Toshkentlik, Farg'onalik akalarimiz juda ko'p so'rayapti. Talablarga binoan Qoraola bazm bo'ladi bugun. Zo'rlaridan olib keldik. Shved ham bor 2 dona, 1 dona rossiyskiy buqachamiz bor. Bu yerda novvoz xunajan aralash 50 kunlikdan boshlab 4 oyligacha bezaylarimiz bor. Yeb-ichtilariga, sog'lomligiga, hamma yo'g'iga garantiya beramiz. Xudo xohlasa videoni kuzatib borsanglar, video davomida hamma ma'lumotlarni bir vositadan berib boramiz. Manzilimiz Andijon viloyati Shahrixon tumani O'rta Shahrixonda joylashgan. O'zimizning xonadonimizdan bo'ladi. Xudo xohlasa bir marta video qo'yganimiz yo'q. Har kuni yo'q desa bir donadan video chiqaryapmiz. Ko'rsanglar bo'laveradi. Bo'zaylar almashgan. Oldingi chiqargan bo'zaylarimiz sotildi. Boshqa bo'ldi, yangi partiyalar keldi. Zo'rlardan olib keldik. Bo'lmasam sizlarni ham kuttirmasdan videoni boshlayveramiz. Bittadan like bosib do'stlaringizga ulashib qo'yasizlar. Bo'lmasam videoni boshlayveramiz, maydalardan chiqaramiz. Sutdan yangi chiqqan variantidan bitta Mickey Mouse, bitta Krasniy Ko'stra buqachamiz. Mana ko'rsanglar bo'laveradi. Ekosi ham toza, xudo xohlasa mana yeb-ichisiga, sog'lomligiga, hamma yo'g'iga garantiya beramiz. Bu bo'zaylarimiz 2 oyga to'lmagan 50-55 kunlik bo'zaylar. Orqalari pachka bo'lib yotibdi mana. Yeb-ichisiga, sog'lomligiga garantiya. Sut bersanglar, emmadim bilmadim-ku, bizda lekin silyoz kepayda turibdi. Kelasizlar, ko'rasizlar, sog'lomligini ko'rasizlar. Xohlasanglar eshigingizga yetib borganda ham ko'rib olaverasizlar. Hamma yo'g'iga garantiya. Narxiga keladigan bo'lsa, bular ko'ryapsizlar. Yangi tug'ilgani ham o'zi $1000 narx berisida bo'lyapti. Bular xudo xohlasa sut berishim kerak deb o'ylanmaysizlar. Hoji ota, hoji onalarimiz bor. Bizni musofirdan kuzatib turgan aka-ukalarimiz, do'st birodarlarimiz bor. Borib ko'ra olmaymiz, eshigimga olib kelib bering desa, vodiy bo'ylab dastavkasini qilib beraveramiz. Qaysi viloyat, qaysi tuman bo'lishidan qat'iy nazar vodiy bo'ylab dastavkalarni qilib beramiz. Narxi jupiga keladigan bo'lsa, narxi jupiga 28 million so'm kami bor. Vodiy bo'ylab dastavkasi ham ichida. 2 oy 3 oylik rasa bosib yaxshi hoji ota, hoji onalarimiz 1 oylik pensiyasiga mana buqacha tashlab qo'ysa, 1 yilda kattaroq mashina bo'lmasa ham bitta damasni minib chiqib ketaveradi mana. Zo'ridan olib kelganmiz. Olib kelavering. Mana toza Qoraolani zo'ridan baqaman deganlarga bitta novoz, bitta xunajan. Bu buqachani qaranglar. Orqalarini qaranglar, pachka bo'lib yotibdi. Bular galishdi emas, bular toza rossiyskiy cho'rnik o'stira mashlar bular mana. Udorlaridan. Bitta novoz, bitta xunajan. Bularimiz ham 50 kun, 55 kunlik 2 oyga to'lmagan bo'zaylarimiz bo'ladi. Oyoq qo'llar uzunligini, baquvvatligini qaranglar. Mana Qoraolani ham Qoraolasi bo'ladi. Stagan tuyoq oyoqlari baquvvatdan zo'ridan olib kelganmiz. 55 kunlikdan. Narxini ham bomba qilib beramiz. Bu buqani qaranglar, dumbasini, jonivor. Olgan odam maza qiladi-da, xudo xohlasa. Bularda narxiga keladigan bo'lsa, bitta novoz, bitta xunaji narxiga 26 million 500 ming so'm kamini qilib beramiz. Dastavkalari vodiy bo'ylab ichida ketaveradi. Nima deyapti mana? Bozorga qarab, boshqa kanallarga qarab narxlarni so'rab surishtirib, keyin ko'rsanglar ham bo'laveradi. Eshigingizlarga borganda pulini sanab berasizlar. Bu bo'zay liniyalarini qaranglar. Tortingda, xunajinda qaranglar, xunajinda. Ikkosi ham bir-biridan kuchli. Toza Qoraola ishqibozlariga 26 million 500 ming so'mga ketaveradi. Dastavkalari ichida. Mana endi bir dona gibrid xunajinimizga yetib keldi. Bu gibridimiz simentalga cho'rnik o'stira gibrid ekan. Onasi lekin 100% simental. O'zimiz ko'rib bilib turib oldik. Oyoq qo'llari uzun, baquvvat narsa. Xullas, jat maqtash shart emas. Xullas, gazi bor narsa, chiroyli.
Gibridni ham baqqan odam bo'ladi. Xudo xohlasa yaxshi baqqan odam sementaldan ham, shu yerdan ham kuchli chiqadi. Ham sut yo'nalishiga, ham go'sht yo'nalishiga ketaveradi bular. Bu bo'zayimiz 3,5 oylik bo'ldi. Yeb ichishga, sog'lomligiga, hamma yo'g'iga garantiyasini beramiz. Vodiy bo'ylab dastavkasini qilib beramiz. O'zlaringiz ko'ryapsizlar, gibridlarni ham yangi tug'ilgani 10 million so'm bo'lyapti. Bu sutdan chiqib bo'lgan, sut topishim kerak, qaytadan topaman deb o'ylanmaysizlar. Narxiga keladigan bo'lsa, narxi 14 million 500 ming so'm xayriga o'tib beramiz. Vodiy bo'ylab dastavkasi ichida ketaveradi buni ham. Bo'zaylarimiz xudo xohlasa hamma yo'g'iga garantiya beramiz. Bir dona shu havodan yo'qolgan yashil kasalligiga garantiya bermaymiz. Agar o'zimizning eshigimizga kelib, bo'zaylar tanlab ko'rib olaman desanglar, kelib ko'raverasizlar. Bizning molxonaga odam kiraveradi, lekin yashil kasallik yo'q. Bo'zayni qaranglar, jonivorni toza gibridda 100 ga 100. Olib kiravering buni ham. 14 million 500 ming so'm. Ibrohimjon, qora mayli zo'r ekan, lekin o'zimizni toza shvedlardan, german shvedlardan chiqarib bering degan aka-ukalarimiz, hojota-hojonalarimiz chiqib qoladi. Shved ishqibozlari juda ko'p. Zo'ridan 2 dona olib qo'yganmiz. Bular 3,5 oy, 4 oylik atrofida bo'zaylarimiz. Stakan tuyoq, oyoq qo'li baquvvat, haqiqatan toza narsalar. Yeb ichishga garantiya. Mana ostilarini ham ko'rsataveramiz. Ostilarni qaranglar, jonivordi. Bu ostini. Maşallah. Endi biz moncha sut berib yuboradi deb garantiya berib yuboramiz. Yaxshi baxshi 30 dan tepasida sut beradi bular. O'zlar turishidan ham bilsanglar bo'ladi bo'zaylarda. Nima deyapti mana? Zo'rlardan o'zi bugun qora ola bazm bo'ladi. Ichiga 2 dona shved qilib qo'ydi. Shu obunachilarimiz shved ishqibozi ko'p. Shved oladi qollar ko'p deb turib 2 dona shved qilib qo'ydi ichiga. O'ta kuchli hunajillar, oyoq qo'llarini qaranglar, tozalaridan olib kelganmiz. Bunaqa shvedlarni ham topishni o'zi bo'lmayapti. Orqalari pachka bo'lyapti-yu mana. Pachka. Xudo xohlasa sutdan chiqib to'liq o'tga kirganlar. Bundan bag'iga vesasa oladiki, o'zini yo'qotmaydi xudo xohlasa. Yaxshi baxsinglar, mashlar ham 60 million 70 millionlik sigirlar bo'ladi. Faqat qaruvga bog'liq, mehnatini qilasizlar. Narxiga keladigan bo'lsa, narxi jupiga 30 million kami bor. Vodiy bo'ylab dastavkasini qilib beramiz. Qiziqqanlar bo'lsa aloqaga chiqaveringlar. Eshigimizga kelinglar, yana ham arzon qilib, chiroyli narxlarda qilib chiqarib beramiz. Mashnaga qora olani zo'ridan, cho'rniy po'stran injig'idan qidirib yurgan bormidi? Mana zo'ridan olib keldik. Orqalarini qaranglar, buni ostilarini qaranglar. Turuvini qaranglar, turuvini. Buqa ham hijolat oldida buqa, lekin hunajam bular. Hozir yechib oyoq qo'llarini ko'rsatamiz, ma'lumotlarini beramiz. Agar narx tushsa, mol tushsa, vodiydan bo'lsanglar kartaga zakalat ham tashashinglar shart emas. Eshiginglarga borganda molni ko'rib pul sanab beraverasizlar. Torting Xursandbek. Bu bo'zaylarimiz 4 oylik bo'zaylar hali. Nima deyapti mana? Qora olani ham zo'ridan, injig'idan olasizlar. Moling bormi desa, shunday zagonga qo'yib yuborib turib bor deb liboy odamga ko'rsatsanglar, achinmaysizlar. 4 oylikdan narxiga keladigan bo'lsa, narxi jupiga 30 million so'm bulardi ham. Kami bor, dastavkalarini qilib beramiz. Aloqaga chiqaveringlar, yana ham kamaytirib beramiz. Xudo xohlasa chiroyli narxlarda qilib beramiz. Ketkizgan vaqtinglarga rozi bo'lasizlar. Ozginagina qilgan mehnatimizga bittadan laykni bosib, do'stlaringizga ulashib qo'yasizlar.